Okultizm, OnlyFans, yolg'izlik, omadli hayot, karyera, soqqa, yana soqqa, moda, brendlar, layklar, har hafta yangi partnyor, erkinlik va yolg'izlik, depressiya, alkogolizm, dorilarga qaramlik, ichki bo'shliq, oxiri hamma voz kechgan insonga aylanib qolish. Qo'shtirnoq ichidagi zamonaviy madaniyatga qarang. Hamma yoqda jinsiy aloqa targ'iboti, oldin bunchalik bo'lmagan. Yogurt reklamasi, kino, har bitta klipda. Paradoks. Ekranda u qanchalik ko'paygan bo'lsa, haqiqiy er-xotin pastelida shunchalik kamayib ketyapti. Siz bu yoqda mantiq qidirayotgan bo'lsangiz, zamonaviy jamiyatda mantiqni hammasi iqtisodiyotga borib taqaladi. Bunaqa tizim hech qachon odamlarga mehribon bo'lmagan yoki ularni oilasini o'ylamagan. U faqat o'zini foydasini o'ylagan. Nimaga 100 yil oldin davlat propagandasi kamida 10 ta bolali mustahkam oila ideal darajada ko'rsatgan? Xo'sh, bugunchi? Bugun sizga child free hayot, o'zing uchun yashash yori targ'ibot qilinyapti. Hammasi oddiy, zamon o'zgaradi, sizdan foydalanishni yangi usullari chiqdi. Tizim ham ahmoq emas agar insonning eng kuchli energiyasini, ya'ni libidosini oila qurish va farzandli bo'lishga sarflasa, bu energiyadan korporatsiyalar quruq qolishini tushunib oldi. Oldin davlat va kapitalga askarlar, zavodga jonini berib ishlaydigan ishchilar kerak edi. O'sha payt davlatga juda ham ko'p arzon ishchi kuchi kerak bo'lgan. Oila jamiyatdagi eng qulay pul keladigan ijtimoiy ta'minot tizimi bo'lgan. Davlat uchun qariyalar uyi yoki bolalar bog'chasini qurish juda ham qimmatga tushardi. Resurslar ham cheklangan, oilalar o'zini o'zi ta'minlagan, kasallarga o'zi qaragan, yangi ishchi avlodini o'zi tarbiyalagan. Imkon boricha kam xarajat qilib ko'p arzon ishchi va askar olingan. Ko'p farzandli oilalar davlatga foyda bo'lsa bo'lganki, zarar bo'lmagan. Vaqt o'tdi, avtomatlashtirish va qayta ishlab chiqarish asri boshlandi. Endi tizimga bunchalik ko'p ishchi kerak emas. Ularning o'rnini algoritmlar, robotlar va migrant ishchilar egallashni boshladi. Endi tizimga ishlab chiqaruvchilar emas, ko'proq iste'molchilar kerak. Katta va sog'lom oila bunga to'sqinlik qiladi. Birinchisi avtonomiya. 5 kishilik oila bitta kir-yuvish mashinasidan, bitta xolodilnik, onlayn telekanallar uchun bitta obuna sotib oladi. Ular rasxodlarni ham o'rtada bo'lishadi. Bitta qozonda ovqat qilishadi. Korporatsiya uchun bu 4 ta odamning foydasi qo'ldan chiqdi degani. Biznes uchun bo'lsa ideal hayot o'sha 5 ta odam bitta emas, 5 ta alohida kvartirada yashasa, 5 ta ipoteka to'lasa va 5 ta alohida ovqat zakaz qilsa. Jamiyat qancha bo'linib ketsa, bozor shuncha rivojlanadi. Ikkinchidan, xarajatlardagi cheklovlar. Oilali odam bolalarga qishki kiyim kerak bo'lib turganda, o'ziga yangi iPhone 16 Pro Max ni hayotda sotib olmaydi. Oila odamni tejamkor, pulni o'ylab ishlatadigan qiladi. Yolg'iz odam bo'lsa ko'proq ko'yniga yoqqanini qiladi. Brendlar, dopamin olib keladigan narsalarga pul sarflaydi. Shunaqa qilib ichidagi bo'shliqni nimadir bilan to'ldirishga harakat qiladi. 3. Bunker riski. Yelkasida oila, bola-chaqa tashvishi bor odam har xil joyga ko'chib yura olmaydi. Bitta yashash joyiga bog'liq bo'lib, 24 soat vaqtini karyera va ish uchun sarflay olmaydi. Tizimga hech nimaga bog'lanmagan, xohlagan payti yaxshi taklif chiqsa, boshqa shaharga ko'chib ketadigan korporativ ko'chmanchi kerak. Ular sizni plastilindek yengil bo'lishingizni xohlashadi. Lekin tizim uchun eng katta xavf, maqsadi va motivatsiyasi bor erkak.
Erkak kishi biologiyasi shunaqa yaratilganki, u haqiqiy jangchi, u xavflarga qarshi kurashish uchun, o'zini ayoli yoki farzandini himoya qilish uchun, mard bo'lib o'lish uchun yaratilgan. Shuning uchun ularni genomi ayollarnikidan ancha kam. Agar erkak o'zini ayolini, oilasini xavf ostidaligini bilsa, uni reaksiyasi, fikrlashi, kuchi va chidamliligi maksimum oshib ketadi. AQShda bir paytlar professional bodybuilder bo'lgan. U asab tizimini shu xususiyatidan mashg'ulotlarda foydalangan. To'g'ri eshitdingiz, u aktrisa qizga pul to'lab, uni daraxtga bog'lab qo'yadi. Keyin xavf ostida qolgan ayol rolini o'ynattiradi. Qiziq tomoni, u mashg'ulotlarning samaradorligi 2 karra oshganini aytgan. Ya'ni yana ham ko'proq mashq qilgan, lekin tez charchab qolmagan. Qayta dasturlash mexanizmi qanaqa qilib sizni yolg'izlik bu erkinlik ekaniga ishontirishgani haqida. Ongingizni qanaqa qilib buzishganini bilish uchun kirish nuqtasini topib olamiz. Men sizga sanasigacha ayta olaman. Taxminan 1968-yil G'arbdagi seksual revolyutsiya. O'sha payt elitalari bitta narsani, odamlarni taqiqlar bilan boshqarish juda ham qiyin va qimmatligini tushunib yetishdi. Masalan, cherkov, odob-axloq va an'analar bilan odamlarga oz-ozdan erkinlik berib va qisqa dofamin bilan boshqarish ancha arzonroq ekan. Birinchi bosqich seksualizatsiya. Seks va Большом городе kinosi odamlarning hayot tarzida namuna darajasiga chiqdi. Jamiyatda jinsiy aloqa endi farzand ko'rish bilan bog'lanmay qoldi. Kontraseptiv dorilar odamlarni o'zgartirdi. Seks endi xavfli va farzand dunyoga keltirish bilan bog'liq jarayon emas. Xavfsiz ko'ngilochar narsaga aylandi. Chiroyli ichki kiyimlar, borgan sari matoni kamaytirish trendi, svidaniyaning 3-kuni konsepsiyasi va boshqa ko'plab marketing usullari aynan o'sha davrda paydo bo'ldi. 2000-yillarda yana bitta muhim o'zgarish, Seks va Большом городе seriali chiqdi. Bu oddiy komediya emas, balki puxta yozilgan metodichka edi. Hozir moda bo'lgan bitta gap bor, psixologik maxsus operatsiya edi. Bosh qahramon Kerri Bradshaw ideal ayol, 35 yoshdan oshgan, oilasi yo'q, Manolo Blahnik tuflilariga mukkasidan ketgan, yangi narsalarni yaxshi ko'radi va partnyorlarini son-sanoqsiz almashtiradi. O'zi aslida baxtsiz, lekin yaratgan yaltiroq obrazi millionlab ayollarni ongini buzdi. Haqiqiy erkinlik shunaqa bo'ladi. Yolg'iz yashash, kokteyl ichish va partnyorlarni almashtirish. Ikkinchi etap iqtisodiy kastratsiya. Hech nimangiz yo'qmi? Demak, siz baxtlisiz. Krizis 2008-yil. 2008-yil boshlanishi butun jahon krizisi va keyingi davr. Xususiy mulklarni yo'q qilish, tizimga mulkdorlar kerak emas, unga ijarachilar kerak. O'zini uyi, yeri bor odam avtonom, ya'ni mustaqil bo'ladi. Ijara to'laydigan odam bo'lsa qul degani. U bir oyga bo'lsa ham ishini yo'qotishdan qo'rqadi. BlackRock va Vanguard kabi gigant investitsiyalar AQSh va Yevropadagi uy-joylarni massaviy sotib oldi. Keyin bo'lsa narxlarni osmonga chiqazib yuborishdi. Natijada endi yaxshi oylik oladigan yosh erkak harakat qilsa ham kvartira sotib ola olmaydigan darajaga keldi. Rossiyada bo'lsa bu boshqa usulda amalga oshirildi. Bu yerda gigant o'laksaxo'rlarning rolini davlat banklari va developerlar bajardi. Ular xalqni imtiyozli ipotekaga o'tkazib qo'ydi. Ana endi tizimga arzon kredit pullari kirgani sari uy narxlari ham oshib ketdi. Quruvchilar arzon kredit bilan kelayotgan xaridorlarni ko'rib, narxlarni 100-200% gacha oshirib yubordi. Ba'zi hududlarda bo'lsa, bu ko'rsatkich 300% gacha ko'tarildi. 2026-yilga kelib paradoksga uchradik. Foiz past bo'lishi mumkin, lekin kreditning umumiy summasi odam uchun ko'tarib bo'lmaydigan darajaga chiqdi.
Rossiyadagi yosh erkak aslida oddiy kvartira sotib olmayapti. U 30 yil davomida daromadini 70% bankka berish majburiyatini sotib oldi. Bu deyarli ixtiyoriy majburiy qullikka o'xshaydi. Mashhur Klaus Schwabning gapi bor: "You will own nothing and you will be happy." Afsuski bu shunchaki prognoz yoki shior emas. Bu ularning biznes rejasi. Oila uchun birinchi o'rinda boshpana kerak. Ini bo'lmasa qusham bola ochmaydi. Bu faqat qushlarga emas, odamlarga ham tegishli biologik qonundir. U joyni oddiy odam yetolmaydigan darajaga qimmatlashi farzandli bo'lishga moddiy tomonlama to'siq bo'ladi. Tizimga katta oilali, mustahkam xonadonlar kerak emas. Unga alohida shaxslar kerak. Megapolislar chetida qurilayotgan uylarga qarang. 19 kvadratli studiyalar, 19 metr. Yevropadagi qamoqxona kamerasi kvadrati shuncha chiqadi. Bunaqa uylarda nima foyda? Birinchidan, biologik tupik. 19 metrli uyda 3 ta bola bilan yashab bo'lmaydi. O'tda zo'rg'a mushukni joyi va ishlash uchun notebookni joylashingiz mumkin. To'rt devor ichida yashayotgan oila asta-sekin ichidan farzandli bo'lish fikridan voz kecha qoladi. Chunki yashash muhiti oila uchun qulay emas. Ikkinchidan, shaxsiy mulk yo'qligi. Biz bu mani kvartiram deb o'ylaymiz. Yo'q, 25 yil oxirgi kreditingizni to'lab yopmagunizgacha bu uy bankning mulki. Siz esa faqat aboylarni almashtirish huquqiga ega ijarachisiz xolos. Hozir Rossiyaga ham g'arb modeli kirib kelyapti. O'ziniki bo'lishi shart emas, foydalansang bo'ldi deydigan tushuncha. Davlatda ijaraga beradigan uylar ko'payyapti. Davlatda o'zi eng katta landlordga aylanyapti. Sizga mobilniy bo'lish zarur-ku deb uqtirishyapti. Bugun Moskvada ishlaysiz, ertaga Qozonda, indinga Tyumenda. Tizimga odamlarni mobilligi nimaga kerak? Chunki ko'chib yuradigan odamni boshqarish osonroq. Uni ushlab qoladigan hech nima yo'q. Na qarindoshlar qabri, na mahalladagi oshna og'aynisi. Uni xohlagan joyga ishi uchun yuborish mumkin. U yashayotgan joyi uchun ham oxirigacha kurashmaydi, chunki uni shaxsiy joyi ham yo'q. Ularning maqsadi 2035-yilgacha o'zi uyi degan tushunchani faqat 1% boy odamlarda qolish kerak. Xuddi New York City yoki Londondagi qolgan 99% odam bu sayyorada yashash uchun har oy arenda to'lashi shart. Odamlar qanchalik o'zgarayotganini sezyapsizmi? 30 yillik ipotekasi bor odam eng itoatkor fuqaroga aylanadi. U hech qachon, eslab qoling, hech qachon mitinglarga chiqmaydi. Ishdan bo'shab keta olmaydi. Tizimga qarshi bosh ko'tara olmaydi. Ipoteka xuddi bo'yningizga osilgan og'ir zanjirda sizga katta bosim beradi. Tizim uy-joylarni ataylab qimmatlashtiradi. Maqsad odamlar eng kuchga to'lgan 25 yoshdan 45 yoshgacha bo'lgan davrini faqat o'ziga boshpana topish uchun sarflashi kerak. Ha, bu yoshligini uy-joy uchun sarflashi shart. Uchinchi etapda qadriyatga zarar yetkazish, ota obrazini yo'q qilish, patriarxal modelni obro'sizlantirish. Oilani ichidan yemirish uchun oilani boshi, ya'ni otani qadrsizlantirish kerak. Oxirgi 30 yil ichidagi sitcom va kinolarda ota obraziga qarang. Homer Simpson, Peter Griffin, Al Bundy, ular qanaqa ko'rsatilgan? Hammasi ahmoq, dangasa, infantil, oilasi masxara qiladigan erkaklar. Ayollar bo'lsa har doim aqlli, lekin oilani sudrashdan charchagan inson sifatida tasvirlanadi. Dramalarda ota obrazi iloji boricha qochish kerak bo'lgan zolim, abuser yoki umuman yo'q odam sifatida ko'rsatiladi. Va sizga yana bir ikkita filmni taqdim etaman. Bu DiCaprio'ning oxirgi chiqqan ikkita kinosi. Bunga ahamiyat bering.
Убийцы Svetochniy Luniy filmidagi Ernest Bekhart obrazi irodasiz, sal to'poyroq, shaxsiy fikri yo'q, ochko'z va amakisini aytganidan chiqmaydigan odam. U o'zining xotini Mollini sevadi, lekin baribir asta-sekin uni zaharlab boradi. Chunki unga shunaqa buyurishgan. Unda na qat'iyat bor, na o'z irodasi, na or-nomusi bor. U boshqalarning yomonligini bajaradigan, o'zini arzimas bahonalari bilan oqlaydigan itoatkor odam. Va undan keyingi yana bir ajoyib filmi bor. Bu Bitva za Bitvoy filmidagi obrazi. To'g'ri, oldingidek salbiy va pastkash ko'rinishda bo'lmasa ham, juda bechora odamdek tasvirlangan. Hatto ayolidan va qizidan ham zaifroq ko'rsatilgan. Bu nimaga kerak? Agar dunyoning eng mashhur va eng qimmat aktyorlardan biri qayta kuchsiz, xiyonatkor va asabiy erkaklar rolini o'ynasa, tomoshabin ongida ham yangi standart shakllanadi. Erkak yoki xavfli psixopat yoki bechora qo'rqoq. Ayol kishi yagona aql va ma'naviy kuch egasidek ko'rsatiladi. Mana shu ota obrazini yo'q qilish deyiladi. Sistemaga tirik qolish uchun daji bahabayt ayiq bilan olishadigan mard erkak kerak emas. Unga Ernest Berkhartga o'xshagan, mazza qilib komfortda yashasin deb va'da qilishsa, o'zini oilasini ham zaharlaydigan odam kerak. O'g'il bolaga otangga o'xshamay o'l deyishadi. Qizlarga bo'lsa, o'zi nimaga kerak? Turgan bitgani zarar. O'zing kuchli va mustaqilsan, ajrash va baxtli bo'l deyishadi. Erkaklar mas'uliyatdan qo'rqib qochishyapti, chunki oila boshlig'i roli har doim masxara qilinib, qadrsizlanyapti. Ayollar bo'lsa, erkaklarni hurmat qilmay qo'ydi, chunki madaniyat ularga erkakni himoya emas, yana bitta farzanddek ko'rishga o'rgatib qo'ydi. Past testosteron bu vaziyatni yana ham kuchaytiradi. Bunaqa yolg'on rollar insonni asl xarakteriga teskari va odamni har doim baxtsiz qiladi. Erkak va ayol o'rtasidagi bu yasama urush ham sizni dunyoingizdagi boshqa ko'p narsalarga o'xshab ataylab yaratilgan. Mana shu yerdan feminizm mavzusi boshlanadi. Iltimos, har xil fikrlarni chetga qo'yaylik-da, vaziyatni xuddi ekspertlardagi xolis tahlil qilib ko'raylik. Zamonaviy feminizm endi faqat huquqlar uchun kurashish emas, rivojlangan davlatlarda ayollarning huquqlari ko'p joylarda erkaklarnikidan kengroq. Feminizm aslida jamiyatni o'zgartirishga qaratilgan jarayon. Natijada ayollar o'ziga xolislikni yo'qotib, faqat ishlaydigan va iste'mol qiladigan mexanizmning bir qismiga aylandi. Tenglik bu termin matematikadan olingan. Biologiyada bu unaqa tushuncha yo'q. Biologiyada faqat simmetriya va hamma o'zini vazifasini qilish tushunchasi bor. Ongingizga shunaqa ahmoqona narsani quymoqchi bo'lishadi. Jins bu shunchaki ijtimoiy konstruksiya, xuddi ertalab kiyadigan kostyumingizga o'xshab. Erkaklar bilan ayollar o'rtasida katta farq yo'q, faqat tashqi ko'rinishingiz yetmaganda. Shu so'zlar bilan miyangizni zaharlashga harakat qilishadi. Bular bo'lmagan gap. Shu yolg'on deb siz psixikangiz bilan tovon to'laysiz. Jins bu o'zingizni kim deb his qilishingiz emas. Jins har bitta hujayrangizda yozilgan DNK kodi bilan belgilanadi. Ya'ni bu organizmning ichki programmasi. Daji optashassiz bo'ladigan hamma narsani optashassiz ham yoki gormon ichsiz ham genetik kod o'zgarmaydi. Tanamizdagi taxminan 30 trillion hujayrani har bittasida yadro bor. Har bitta yadroda bo'lsa genetik kod yozilgan. Ikkita X xromosoma bu ayol, ya'ni omon qolish, barqarorlik, bilim olish, genetik axborotni takrorlash va himoya qilish uchun asosiy model. XY bu erkak, tajribaviy model. Y xromosoma homilani tashqi muhitini egallashga yo'naltiradigan, qo'rqmas organizmga aylantiradigan reaksiyalar zanjirini ishga tushiradi. Pasportingizni o'zgartirishingiz mumkin, o'zingizni boshqa jins vakilidek chaqirishlarini talab qilishingiz mumkin, lekin 1000 yildan keyin arxeologlar son suyagingizni topganda hech ikkilanmay, bu erkak kishini suyagi deb aniq ayta oladi.
Jinsni aniq farqlab beradigan eng muhim organ oyoqlaringiz orasidagi a'zo emas, balki quloqlaringiz orqasidagi organ, ya'ni miyez. Sizga hammani miyasi bir xil deb aytishadi. Bu bema'nilik. Zamonaviy tomografiya, MRT va konnektomika tadqiqotlari buni aksini ko'rsatgan. Ayol va erkaklar har xil fikrlaydi, chunki miyadagi neyron bog'lanishlar har xil tuzilgan. Ayollar miyasida yarim sharlarni bog'laydigan nerv tolalar to'plami qadoqsimon tana yaxshi rivojlangan. Natijada miya yarim sharlari doimiy ravishda o'zaro axborot almashadi. Ayollar analitikani, his-tuyg'ular bilan yaxshiroq bog'laydi. Bitta vaqtni o'zida bir qancha ishni bajara oladi. Sotsial signallarni yaxshiroq anglaydi. Bu miya oilada tinchlik va muloqotni saqlaydi. Erkak miyasidagi bog'lanishlar asosan yarim sharlarning orasida emas, ichida joylashgan bo'ladi. Vektor bog'lanishlar orqa qismidagi idrokdan oldingi harakat markaziga qarab boradi. Natijada tunnel fikrlash deb ataladigan miya shakllanadi. Ko'zi faqat maqsadda bo'ladi, yo'ldagi to'siqlar uni to'xtata olmaydi. Orientatsiya yaxshi, har doim logikaga tayanadi. Agressiya bu ovchi va quruvchi odam miyasi. Erkakni empatiyal va bitta vaqtni o'zida ko'p ish qiladigan, ayollarni bo'lsa sovuqqon va tajovuzkor strategikka aylantirish, bu xuddiki kalkulyatorda Photoshop qilishga urinish bilan bir xil. Balki qilsa bo'lar, lekin tizim doim qotib ishlaydi va qizib ketadi. Bu aniq fakt. Mana qarang, bu katta sonlar qonuni. O'rtada norma joylashgan. Bu erkaklarning 95% agressiya va birinchiligiga intilishni belgilaydigan testosteron ko'rsatkichi. Bunisi bo'lsa 95% ayollar. Ular oksitotsin sababli empatiya va xavfsiz joy izlashadi. Grafik chetlarida bo'lsa istisnolar joylashgan. Ha, tabiat ba'zida tajriba qilib ko'radi. Ba'zida Margaret Thatcherga o'xshagan ayollar tug'iladi. Temir irodali, sovuqqon, urush boshlashdan qo'rqmaydigan. Ba'zida bo'lsa qonni ko'rsa hushdan ketadigan romantik, shoir kabi nozik, psixikali erkaklar tug'iladi. Bu ham normal holat. Mutatsiya evolyutsiyani harakatlantiradigan kuch. Lekin zamonaviy tizimni aybi nima? U statistikadagi shu 5% istisnodagilarni olib, qolgan 95% odamlarga ularni namuna qilib ko'rsatadi. Sizga shunaqa deyishadi. Uni qara, u korporatsiya rahbari, bokschi va child free. Nimaga oddiy ayol bo'lib oshxonada o'tirishing kerak? Beshik tebratib, uyda bolalarga qarab o'tirishing kerak. Zamondan orqada qolib ketyapsan. Anonga qara, efirda yig'lab, yubka kiyyapti. Balon almashtirishni ham bilmaydi. Nimaga san? Oddiy erkak bo'lib turib kuchli bo'lishing kerak. Shotni 50 to'la. O'zingni ehtiyot qil, ko'p qiynama. Axir oyingni bitta farzandisan. Bu pozitiv diskriminatsiya deyiladi. U davlatda din darajasi ko'tarilgan, bu xuddi shakl 10L 50 razmerli oyoq kiyim kiygan uchun dunyoda hamma shu razmerda kiyish shart degan bilan baravar. Unga qulay bo'lishi mumkin, lekin qolganlar aniq yiqilib tushadi va oyog'ini sindirib oladi. Istisnolar qoidalarni tasdiqlaydi. Lekin o'sha istisnoni qonun darajasiga ko'tarish jamiyatni jinnixonaga aylantiradi. Biz biokimyoviy qo'g'irchoqlarmiz. Odamlarni ko'pchiligida o'zini tutish 90% endokrin tizim tomonidan boshqariladi. Testosteron urush qiroli. U faqat muskullarni o'stiradigan gormon emas, balki psixotrop narkotik ham hisoblanadi. U qo'rquvni kamaytiradi, og'riqqa chidamlilikni oshiradi, konkurensiya va status izlashga majbur qiladi. Tavakkal qilishga undaydi. Testosteronsiz sivilizatsiya g'ordan chiqmagan bo'lardi. Erkak tabiatan tavakkal qiladigan mavjudot. Estrogen va oksitotsin, g'amxo'rlik gormoni, ular miyani asrashga, bog'lanib qolishga va xavfsizlikni ta'minlashga yo'naltiradi. Ayol genofondning eng qimmat boyligi. Shuning uchun u ortiqcha tavakkal qilmasligi kerak.
Feminizm ayolga agressiv bo'l, karyera qil, erkaklar bilan raqobatlash deganda ayollarni gormonal buzilishi bilan yashashga olib keladi. Ayol organizmi stress gormoni kortizol bilan to'ladi. Chunki konkurensiya ayol psixikasini yaxshigina sindiradigan narsa. Natijada erta klimaks, bepishlik, depressiya, qalqonsimon bez bilan bog'liq muammolar boshlanadi. Sizga an'anaviy rolingizda qamoqxona, oshxonani esa qullik, onalikni bo'lsa o'zligingizni yo'qotish deb ishontirishadi. Aslida bu tizimga shunchaki 2 barobar ko'proq ishchi kuchi va soliq to'lovchilar kerak edi xolos. Zamonaviy dunyoda feminizm odamlarni bir-biridan ajratish vositasi sifatida ishlatiladi. Oilani ikkiga ajratib yuborsa, boshqarish oson bo'lgan ikkita yolg'iz va zaif iste'molchiga ega bo'ladi. Bo'rini xonaki itga aylantirish uchun panjasini sindirish shart emas. Bolaligidan unga tirnoqlari jinoyat, tishlari xato, ovchi instinktini esa toksik kasallik ekanini singdirishni o'zi yetadi. Keling, psixologik kastratsiya qanaqa ishlashini ko'rib chiqamiz. Bu jarayon o'g'il bolani ovozi do'rillashidan yoki ovozi o'zgarishidan oldin boshlanadi. Maktab konveyeri. O'g'il bola bu defekti bor qiz. Zamonaviy ta'lim tizimi ayollar tomonidan qizlar uchun yaratilgan. Bu seksizm emas, bu fakt. Standart bo'yicha 45 minut bitta joyda qimirlamay o'tirish, chiroyli yozish, qo'pol gapirmaslik va shovqin qilmaslik kerak. Lekin biologik tomonlama boshqacha. O'g'il bolaga harakat, tavakkal va konkurensiya kerak. Uni miyasi bu yoshda daftarni akkuratni to'ldirish uchun emas, balki nima qattaligini o'rganish uchun moslashgan. Aybdorlik hissi qanaqa ishlaydi? Bola o'zini oddiy o'g'il boladek tutsa, yugursa, urushsa, sporlashsa, tizim buni xulqi yomon, betarbiya deb ataydi. Unga nimaga san, mana shunga o'xshab bitta joyda jim o'tira olmaysan deyishadi. Ana shu payt uni ongiga birinchi mix qoqiladi. Soni erkakcha tabiating muammo. Erkak bo'lish demak boshqalarga noqulaylik tug'dirish degani. Toksiklik tamg'asi, tug'ilganingni o'zi ayb. Toksik, muskulinik degan iborani eshitganmisiz? Tizim til bilan juda nozik o'yin qiladi. Erkakni qat'iyat, kuch, yetakchilikka intilish va o'z chegarasini himoya qilishga o'xshagan asosiy sifatlarni olib, bitta mumkin emas degan yorliqqa yig'adi. Mexanizm oddiy, bolaga har qanaqasiga kuchini ko'rsatish, tarbiyasizlikni boshlanishi deb o'rgatishadi. Sportda yutmoqchimisan, demak bosim o'tkazib, o'zingnikini himoya qilmoqchimisan, demak abyuzerlik qilyapsan. Jinsiy qizg'onishing bormi? Demak odamga faqat obyekt sifatida qarayapsan. Natijada erkak doimiy ichki senzura bilan yashaydi. U o'zini kuchidan qo'rqadi, chunki unga kuch bu yomon deb o'rgatilgan. Kuchsiz erkak ideal qul. U hech qachon tizimga qarshi bosh ko'tarmaydi. Chunki u bu hayotda borligi uchun uzr so'rash bilan band bo'ladi. Patriarxat uchun zamonaviy aybdorlik. Bugungi o'smirga 100 yillar oldin yashagan erkaklarning ishlari uchun aybdorlik hissi singdiriladi. 18-asrda ayollar ezilgani uchun san aybdorsan, urushlar uchun san aybdorsan, hamma jinsiy zo'ravonliklar uchun san aybdorsan. Sanda erkak bo'lganing uchun imtiyozlar ko'p. Hatto siz zavodda arzimagan oylikka ishlab 55 yoshingizda infarktdan o'lib ketsangiz ham baribir aybdor bo'lib qolaverasiz. Bu nimaga olib keladi bilasizmi? Erkak ruhini sinishiga. Odam tabiatan o'ylab topish, qurish va himoya qilishga aylanish kerak bo'lgan agressiyani aybdorlik hissi bilan bostirishadi, lekin u yo'qolmaydi, ichkariga yashirinadi. Mana shunda alkogolizm, giyohvandlik kelib chiqadi. Ana shundan qimor va o'yinlarga qaramlik paydo bo'ladi. Erkakka aybdorlik hissisiz g'alaba qozonish va agressiyani chiqazishga ruxsat berilgan yagona joy virtual dunyo bo'lib qoladi. Ana shunda impotensiya va oila qurishga bo'lgan xohish yo'qolib ketadi. LGBT propagandasi.
Bu harakat tarafdorlarining eng sevimli va eng kuchli argumenti shunaqa. LGBT propagandasi degan narsa yo'q. Hech kim o'g'il bolani sevishiga majbur qila olmaydi. Men har doim gayligimni bilaman. Men o'g'il bola tanasiga tug'ilganman xolos, lekin oldindan qiz bolaligimni bilardim. Kichkinaligimda onamni tuflilarini kiyib yurardim. O'g'il bolani san, qiz bolasan deb ishontirish mumkinmi deb so'rashingiz mumkin. Azizlarim, ijtimoiy psixologiya tarixi insonning idroki qanchalik oson o'zgarishi mumkinligini ko'rsatadigan misollar bilan to'la. Ash eksperimenti. Bir guruh odamlarga uzunligi har xil bo'lgan ikkita chiziq ko'rsatiladi. Bittasi ikkinchisidan aniq uzun, lekin 5 ta oldindan kelishgan ishtirokchi ikkalasi ham teng-ku deyishsa, haqiqiy ishtirokchi 75% holatda o'z ko'zi bilan ko'rganiga qaramay ularga qo'shiladi. Bu ijtimoiy bosim biologik ko'rinib turgan narsadan ham kuchliroq bo'ladi degani. Agar har bitta smartfon, serial, Netflix va maktab majlislarida jins bu o'zingizni tanlovingiz degan gaplar yangrasa, hali to'liq shakllanmagan o'smir psixikasi taslim bo'lishi aniq. Konformizm instinkti ishga tushadi. Agar tizim odamlarni o'ziga o'xshagan oddiy odamlarni o'ldirishini ozodlik deb ishontira olgan bo'lsa, unda oddiy o'smirni jinsini o'zgartirishga yoki qarama-qarshi jinsdan nafratlanishga ishontirishi ham qiyin ish emas. Keling, kamalak bayroqlarini bir chetga qo'yib, raqamlarga qaraymiz. Kapitalizm nuqtai nazaridan sog'lom odam iqtisodiyot uchun topik degani, u ovqat va eng zaruriy ehtiyojlardan boshqa narsaga ko'p pul sarflamaydi. Ana endi jinsini o'zgartirish esa ideal biznes case. Birinchidan, lifetime value. Jinsini o'zgartiradiganlar xuddi umrini oxirigacha solig'ini korporatsiyalardan arendaga olgan odamga o'xshaydi. Gormonal kastratsiya, pubertaklikni to'xtatuvchi dorilar va gormonlarni almashtirish terapiyasi yillab, hatto 10 yillab qabul qilinadi. Natijada siz dorixonaga qaram odamga aylanib qolasiz. Uchinchidan, jarrohlik konveyeri. Har bitta korreksiya o'zidan keyingi yangi asoratlar, yangi tuzatishlar va yangi operatsiyalar olib keladi. Tizimga nimaga yillikdan ortiq gender kerak? Jamiyatdagi birdamlikni, biz degan tushunchani yo'q qilish uchun atomizatsiya, ya'ni odamlarni mayda guruhlarga bo'lib tashlash kerak. Agar jamiyat erkak va ayol, oila va millat kabi umumiy qadriyatlar atrofida birlashsa, bu tizim uchun katta xavf degani. Chunki jamiyat qarshilik ko'rsata oladigan katta kuchga aylanadi. Lekin jamiyatni nabinar, demiseksual, queer kabi juda ko'plab kichkina guruhchalarga bo'lib tashlasangiz, hamma bir-biri bilan to'xtovsiz urushadi. Hamma bir-biriga qarshi bo'ladi. Siz kim qaysi hojatxonaga kirishi yoki elektron pochtada o'g'il bolami yoki qiz bolami deb bahslashayotgan paytingizda, tizim bemalol sizning resurslaringizni boshqaradi, soliqlarni qayta taqsimlaydi va qolgan mulkingizni ham olib qo'yadigan qonunlarni qabul qiladi. Natijada tartibsizlik boshlanadi. Odamlar qancha ko'p kichkina guruhga bo'linsa, ularni birlashishi shunchalik qiyin bo'ladi va haq-huquqlaringiz sekin-asta qo'lingizdan chiqib ketayotgan bo'ladi. Eng xavfli jihati, qadriyatlarni avloddan avlodga o'tishi yo'q bo'ladi. Oila bu filtr. Ota-ona farzandiga ajdodlarini tarbiyasidan kelib chiqib, nima yaxshi-yu, nima yomonligini tushuntiradi. TikTok shakllantirgan o'zlik. TikTok ota-onani chetga surib, tizim va bola miyasini to'g'ridan to'g'ri bog'lagan aloqa kanali. Bu gap bilan aynan TikTokni yomonlamoqchi emasman, shunchaki ijtimoiy tarmoqlar propaganda sifatida yosh avlod uchun faol ishlayotganini ta'kidlayapman. Agar bolaga ota-onangizcha fikrlaydigan toksik odamlar ulasani tushunmaydi deb singdirilsa, avlodlar o'rtasidagi bog'liqlik uziladi. Shundan keyin bola oppoq qog'ozga aylanadi. Korporatsiyalar unga xohlagan dasturini yozishi mumkin. Mana sizga kelajakning ideal askarlari. Oilasiz, jinsiz, o'tmishdan uzilgan, davlat subsidiyalari va farmatsevtika mahsulotlariga to'liq qaram inson. Agar odam nasl qoldirish uchun zarur bo'lgan eng asosiy biologik instinkt, qarama-qarshi jinsga bo'lgan tabiiy qiziqishni inkor etishga ishontirish mumkin bo'lsa,
demak uni xohlagan narsaga ishontirish mumkin. Agar siz ikkita erkakdan tuzilgan oilani normal klassik oilaga teng deb qabul qilsangiz, demak tanqidiy fikrlash filtringiz aniq buzilgan. Endilikda siz o'zingizni ko'zingizga va tabiatingizga emas, balki ekrandagi kelgan ko'rsatmaga ishonasiz. Bu har qanaqa totalitar tizimni fundamenti. Farq shundaki, g'arbda bu tizim erkinlik shiorlari va kamalak ranglar bilan bezatilgan. Biologik haqiqatdan voz kechib, sotsial kun tartibini birinchiga qo'ygan zahotingiz siz plastilinga aylanasiz. Ertaga sizga tizim dushmanlarini o'ldirish va muhabbatingizni bitta ko'rinishi deyishsa, siz bunga aniq ishonasiz. Chunki haqiqat bilan yolg'onni ajratib turadigan ichki mexanizmingiz allaqachon buzib tashlangan. Marketingda shunaqa termin bor: double income, no kids. 2 karra daromad, farzand yo'q. Gay juftliklar bu lesbiyan juftliklar uchun ideal model. Ortiqcha iste'mol. Ular pampersga, xususiy maktab yoki bolalar shifokoriga xarajat qilishi shart emas. Pullarini hammasini kayfu safoga ketadi. Sayohatlar, brend kiyimlar, gadjetlar, restoranlar va kosmetologiyaga. Egosentrizm iqtisodiyotning dvigateliga aylandi. Farzandi bor oila odatda 20 yil oldinga reja qiladi. Yolg'iz yashaydigan yoki farzandi yo'q juftliklar bo'lsa, faqat bugungi bilan yashaydi. Aynan ular iqtisodiyotni yurgizib turadigan asosiy yoqilg'iga aylanadi. Nimaga tizim gomoseksual turmush tarzini shunchaki qabul qiladigan narsa emas, balki zamonaviy va etalon turmush tarzi qilib ko'rsatishga milliardlab pul sarflayapti. Agar siz Disney, Apple yoki yirik investitsiya kompaniyalar birdan mehribon, rahmdil bo'lib qolgan deb o'ylayotgan bo'lsangiz, juda ham soddasiz. Katta pullar dunyosida rahm shafqat degan tushuncha bo'lmaydi. Bu yoqda faqat hisob-kitoblar bor. Haqiqiy odam o'zini ajdodlari bilan tanishadi. Men otamning o'g'liman, bobomning nabirasiman, men xalqim zanjirini bitta bo'g'iniman. O'zini kimligini his qilgan odam kuchli va mustahkam bo'ladi. Uni osonlikcha sindirib bo'lmaydi, chunki u o'zini butun ajdodlarining davomchisi deb biladi. Tizim esa bu vertikal bog'liqlikni gorizontal seksual indentations bilan almashtiradi. Ajdodlaring kimligi muhim emas, muhimi kim bilan yotishing deydi. Shuna qilib, sizni jinsiy orientatsiyangizni eng asosiy brendingizga, qaysi guruhga mansubligingizni belgilovchi belgiga aylantiradi. Chunki orientatsiyani manipulyatsiya qilish oson. Uni xohlagan payt modaga, xohlagan payt uyatli narsaga aylantirish mumkin. Unda pul ishlab olish ham mumkin. Shaxsiyat faqat seksga bog'lanib qolgan odam shunchaki mavjudotga aylanadi. Uni qo'rqitish ham oson, chunki unaqalar jamoasini yoki mavqeini yo'qotishdan qo'rqadi. 20-asrlarni eslang. Bir necha yil davomida yuksak ma'lumotli va madaniyatli butun boshli xalqni qo'shinlarni pechlarda yoqish, irqni tozalash uchun gigiyenik zaruriyat deb ishontirishgan. Bugun unaqalar ancha noziklashdi. Siz endi otib tashlash bilan emas, otmen qilish, jamiyatdan chetlatish va siz bilan hech kim qo'l berib ko'rishmasligi bilan qo'rqitishadi. Geylik propagandasi miyasi joyida odamlardan tizimga sodiq odamlarni ajratib olishni bir usuli xolos. Bu haqiqiy yuzni ochib beradigan belgi. Agar sen buni qo'llab-quvvatlasang, demak o'zimiznikisan deyishadi. Grantlar olasan, kinolarda rol berishadi, lavoziming oshadi. Bo'lmasa, seni toksik jamiyatdan orqada qolgan odam deb ko'rsatishadi. LGBT targ'iboti sizni yolg'iz farzandingiz jamiyat maqtoviga qaram va tinmay narsa sotib oladigan iste'molchiga aylantirish usuli xolos. Gomoseksuallik bu norma emas, normani bitta shakli ham emas. Har qanaqa murakkab biologik tizimda statistik og'ishlar bo'ladi. Masalan, kimdadir 6 ta barmoq bo'lishi mumkin, kimdadir ichki organlari teskari joylashgan bo'ladi, yana kimdadir miyasidagi biologik dastur boshqacha jinsga qiziqish shakllantiradi. Gomoseksuallik bu biologik xususiyat. U elektr toki bilan davolasa bo'ladigan kasallik emas va albatta o'rta asrlardagi shafqatsizlik qilish uchun ham bahona emas. Tug'ma moliyaligi sabab odamlarni jazolash, kastratsiya qilish, qamash yoki o'ldirib yuborish boshi berk ko'cha degani.
Gomoseksual odamlar jamiyatda hech nima qo'lidan kelmaydigan chiqindi emas. Ular sahnada pat taqib raqsga tushishdan tashqari, katta davlat korporatsiyalarini ham muvaffaqiyatli boshqarishi mumkin. Bunaqa ozchilik borligini tan olish intellektual yetuklik belgisi. Bu insoniyatdagi tabiiy xilma-xillikni bitta ko'rinishi, xuddi chapaqay odamlarga o'xshab. Lekin tan olish bilan targ'ib qilish o'rtasida juda katta farq bor. Shuni unutmang. Sog'lom jamiyat ozchilikdan tuzilganlarni ta'qib qilmasdan o'z hayoti bilan yashaydi. U boshqalarga nisbatan sabrli bo'ladi, lekin o'zining asosiy qadriyati avlod qoldirish va oilasini himoya qilishni saqlab qoladi. Aks holda jamiyat 50 yil ichida yo'qolib ketadi. Bugungi tizim boshqacha yo'l tutyapti. U ozchilikni olib, qurol sifatida ishlatyapti. Natijada 95% ko'pchilik 5% ozchilikni qoidasiga moslashishga majbur qilinyapti. Nimaga deysizmi? Ko'pchilikda o'ziga bo'lgan ishonchni sindirib, aybdorlik hissini uyg'otish uchun. Sog'lom erkak yana ayolni normalniy odamligi uchun uzr so'rashga majbur qilsangiz, irodasini sindirib qo'yasiz. Uni onasimisiz yoki otasimisiz deb so'rashdan xijolat bo'ladigan darajada qo'rqoq, itoatkor odamga aylantirasiz. Qo'shimchasiga ozchilik guruhlarini kattaroq ko'rsatishga harakat qilishadi. Shu yo'l bilan jamiyatni ikkiga bo'lib, qarama-qarshilikni yana ham kuchaytiradi. Agar siz узкий guruhlarni manfaatidan kelib chiqib, jamiyatga qaysi filmni ko'rish, qaysi kitoblarni o'qish va bolani qanaqa tarbiyalashni majburan qildira olsangiz, demak hokimiyat sizning qo'lingizda. Bu bilan ozchilik qo'lingizda garovdagi odamlarga o'xshaydi. Tizim gey va lesbiyanlarni o'zini iqtisodiy va siyosiy maqsadini amalga oshirish uchun tirik qalqon sifatida ishlatadi. Ularni tizim yaxshi ko'rmaydi, himoya ham qilmaydi. Shunchaki ularni ekspluatatsiya qilishadi. 5 ga 1 urvossammi, bu ishing yig'ishtir. Porno, qaramlik. Eski armiya haqidagi mishmishlarda shunaqa gap yuradi. Askarlarning libidosini pasayish uchun choyga biron nima qo'shib berishardi. Hozir bizani paytga kelib, ximikatlar kerak emas. Bizga yuqori tezlikdagi internetni o'zi yetadi. Nimaga masturbatsiya zarar? Birinchi ko'rinib turgan sababdan boshlaymiz. Dopamin qopqoni. Motivatsiyani o'lishi sizni miyangiz rag'bat tizimida ishlaydigan biokompyuter. Normada o'zingizga maqsad qo'yasiz, qiz topish, pul ishlash, bu uchun mehnat qilasiz. O'sha narsaga erishganingizdan keyin dopamin olasiz. Masturbatsiya. Brauzerni ochasiz va darrov dopamin olasiz. Miya eng dangasa organ. Agar miyangiz mehnatsiz mukofot olayotgan bo'lsa, ishlash uchun energiya ajratishni to'xtatadi. Bu etapda biznes qilish, zalga chiqish, yangi odamlar bilan tanishish yoki qiz rad javobini bermasmikin deb o'ylab o'tirishi nima keragi bor? 5 minutda bepul, undan ham moshni ximichskiy udarni olish mumkin bo'lib turganda, bu qoniqish tanqisligi sindromi deyiladi. Natijada hamma narsaga befarq bo'lib qolasiz. Hayotga bo'lgan ishtiyoqingiz yo'qoladi. Dunyoni zabt etishga intilmaysiz, chunki miyangiz allaqachon dunyo qo'limda deb hisoblaydi. Axir urug' ajraldi, genetik material bo'lsa salfetkaga oqib ketdi. Coolidge effekti. Bu erkaklarni har doim yangi ayol izlashga undaydigan biologik mexanizm. Pornoda bo'lsa bu mexanizm xohlagancha ishlatiladi. Cheksiz yangi yuzlar va yangi tana miyani oddiy hayotda ololmaydigan dozada dopamin ajratishga majbur qiladi. Ikkinchidan, prolaktin halqasi, kimyoviy bo'ysunish. Orgazmdan keyin erkak organizmida kuchli gormonal o'zgarish yuz beradi. Testosteron pasayadi, prolaktin reski 4-5 barobar oshadi. Prolaktin qoniqish va xotirjamlik gormoni. U tabiiy tinchlantiruvchidek ishlaydi. Sizni yumshoq, uyquchan va hamma narsadan davolli holatga olib keladi. Tabiatan bu erkak kishi jinsiy aloqadan keyin dam olishi uchun kerak, lekin har kuni qilishni ham minuslari bor.
Agar siz har kuni yoki kuniga bir necha marta masturbatsiya qilsangiz, organizmingizda doimiy ravishda prolaktin gormon yuqori holatda bo'ladi. Natijada siz borgan sari damashni odamga aylanasiz. Sizda agressiya kamayadi, shijoatingiz va irodangiz yo'qoladi. Prolaktini yuqori bo'lgan erkak ideal ofis xodimi bo'ladi. Bu norozilik bildirmaydi, oyligi oshishini talab qilmaydi, u shunchaki uxlashni va serial ko'rishni xohlaydi xolos. Uchinchidan, porno sabab yuzaga keladigan erektil disfunksiya. Bu Z avlodning eng katta muammolaridan biri. Shifokorlar shokda. 20 yoshdagi yigitning muammosi jang qilaman degan paytda qilich ko'tarilmayapti. Chunki porno miyaga o'ta kuchli stimul beradi. Haqiqiy hayotda oddiy qiz, oddiy yorug'lik va oddiy tovushlar bor. Pornoda bo'lsa ideal svet, noodatiy pozalar, 10 minut ichida o'nlab almashadigan aktrisalar, har xil kuchli fetishlar bo'ladi. Natijada miyangiz haddan tashqari kuchli xohishga o'rganib qoladi. Haqiqiy hayot 4K montaj qilingan porno bilan raqobatlasha olmaydi. Neyron aloqalar shunaqa o'zgaradiki, возбуждение faqat boshqalarni kuzatish orqali yuzaga keladi, ishtirok etish orqali emas. Natijada haqiqiy ayolingiz bilan pastelda zerikish his qilasiz. Miyangiz qiziqarsiz bo'lgani uchun qilichingiz ham ko'tarilmay qoladi. Oxir-oqibat jismonan emas, psixologik tomondan impotent bo'lasiz. Erkak magnetizmini yo'qolishi feromonlar foni. Bu ezoterik gapga o'xshab eshitilishi mumkin, lekin bu biologiya. Gap androgen retseptorlar haqida ketyapti. O'zingizni yeyib turganingizda bu retseptorlar zichligi o'zgaradi. Testosteron darajasi me'yorlashadi. 7-kunga borganida eng pikka chiqadi. Ayollar bu narsani ong ostida sezib turadi. Ertalab energiyasini to'kib yuboradigan erkak bo'shashgan odamdek ko'rinadi. Uni qarashi parishon, harakatlari shoshqaloq, ovozi past bo'ladi. Bu ham o'sha prolaktin va ichki aybdorlik hissi bilan bog'liq. Energiyasini ichida ushlab turgan erkaklardan ochlik hidi kelib turadi. Ana shu ochlik odamni o'ziga tortadi. Uni qarashi yirtqichlarnikiga o'xshaydi. O'z-o'zini qondirish sizni o'zingizga ishongan ayollar uchun ko'rinmas odam qilib qo'yadi. Ular sizni o'ziga bo'lajak juftmas, xavfsiz do'st sifatida ko'radi. 5-si omadsiz odam psixologiyasi, uyat va bo'ysunish. Masturbatsiya, surrogat akti. Ongingiz ostida bilasiz, men hozir qo'lim bilan jinsiy aloqa qilyapman. Shu paytda boshqa bitta erkak men hayotda hech qachon erisha olmaydigan ayol bilan birga bo'lyapti. Bu kukold, tomoshabin psixologiyasini shakllantiradi. Siz o'zingizni hayotingiz qolib ketib, boshqalarni hayotini tomosha qiladigan odam bo'lishga o'rganib qolasiz. Bu narsa samatsengizga shunaqa yomon ta'sir qiladi. Biznesdagi katta muvaffaqiyatsizlik ham orqada qolib ketadi. Uyat hissi ichingizgacha singib ketadi. Uyatli odamni boshi bo'lsa, har doim yerga egilgan bo'ladi. Sizni miyangiz million yillar davomida shakllangan. U uchun ayol tanasini ko'rish, bu harakat qilish, zabt etish va nasl qoldirish signali. Lekin miya tirik ayol bilan ekrandagi piksellarni farqiga bormaydi. Bitta oddiy narsani tushunib oling. Sperma bu jamlangan hayotiy kuch. Uni ishlab chiqarish uchun organizm juda katta resurs sarflaydi. Ruh, oqsil, vitaminlar va asab energiyasi. Shu suyuqlik ichida yangi hayot yaratish potensiali bor. Xuddi yadro yoqilg'isiga o'xshaydi. O'zini tiyib turishga katta kuch kerak degani. Oldingi mashhur murabbiylar, masalan, Mike Tysonning ustozi Kaz D'Amato bu g'oyani ashaddiy fanati bo'lgan. Mike Tyson faoliyati boshida 5 yil yaqinlikdan o'zini tiygan. Bu taxminan 15 yoshidan 20 yoshigacha davom etgan. Aynan shu periodda u tarixdagi og'ir vaznlar o'rtasida eng yosh chempion bo'lish yo'lini bosib o'tgan. 5 yil davomida to'plangan sof, filtrlanmagan agressiya. Natija esa u ringga boks tushgan emas, raqibini yo'q qilish uchun chiqardi.
Raqiblari undan chiqayotgan xavfni sezib, hali razdivalkadayoq unga ruhan yengilib qo'ya qolardi. Albatta, bu juda keskin misol. Har qanaqa keskinlik bu yaxshi emas. Muhammad Ali bo'lsa jangdan 6 hafta oldin har qanaqa yaqinlikni to'xtatgan. Ali aytganda, bu meni yengilmas qiladi, reaksiyamni tezlashtiradi va og'ir vaznda omon qolish uchun kerak bo'ladigan sportdagi kuchni beradi. David Haye va Carl Frochim jangdan 1,5-3 oy oldin yaqinlik qilmasliklarini ochiq aytishgan. Ularga bundan nima foyda? Jangchilar nuqtai nazaridan aytadigan bo'lsam, jang oldidan jinsiy aloqa yoki masturbatsiya qilinsa, ichki напряжение chiqib ketadi. Lekin jangchiga aynan o'sha напряжение kerak. Uni reflekslari ochiq qolgan simdek tez va jangga tayyor holatda bo'lishi kerak. Bo'shashish mushaklarni yumshatadi, ko'z qarashni muloyimlashtiradi. Bu gap faqat musht haqida emas, bu miya haqida ham. Tarixdan tepadagi odamlar seksual energiyani eng kuchli yoqilg'i ekanini tushunishgan. Uni bekordan bekorga sarflamasangiz, u intellektual uchqunga aylanadi. Nikola Tesla, Steve Jobs, Mahatma Gandhi Britaniya imperiyasini Hindistondan chiqib ketishga majbur qilgan inson. U 38 yoshida tiyilish qasamyotini qabul qilib, kim o'zini hayotiy kuchini saqlasa, u bukilmas kuchga ega bo'ladi degan. Isaac Newton ham shular qatorida edi. Ularni hammasi jinsiy aloqadan tiyilish amaliyotiga rioya qilgan. OnlyFans yaqinlik illuziyasi. OnlyFans kapitalizmning eng yuqori bosqichi. Bu yerda sotilayotgan narsa seks emas, balki yaqinlik illuziyasi. Tizim millionlab yolg'iz erkaklarni yaratadi. Endi ularga OnlyFans obunasini sotyapti. E'tibor bering, erkak yalang'ochdan uchun pul to'lamayapti, chunki internetda tekinga bunaqa kontent to'lib yotibdi. U pulini shu ketib borgan qiz meni ismimni biladi degan illyuziya uchun to'layapti. Tizim erkaklarni o'z resurslarini virtual arvohga sarflashga undaydi. Aslida esa bu pullar o'z ayoli va farzandlariga sarflanishi kerak edi. Bu resurslar o'z xaridorini mensimaydigan ayollar kontentiga ketyapti. Ayollar uchun OnlyFans bu oson pul topish tuzog'i. Tizim ularga o'z tanasini sotish, bu erkinlik va huquqlarni kengaytirish deb ko'rsatadi. Aslida bu sotsial o'z joniga qasd qilish degani. Bu chegaradan o'tgan ayollar 90% hollarda munosabat va oila qurishni istaydigan erkaklar nazarida qadrini yo'qotadi. U endi oila qurish uchun inson emas, balki srok o'tgan tovar sifatida ko'rina boshlaydi. Oila va bolali bo'lish nuqtai nazaridan uning qiymati qolmaydi. Seksuallashtirish qadrsizlantirish usuli. Nimaga burger reklamalaridan boshlab mobil o'yinlargacha hamma narsa bo'rtirilgan seksual obrazlar bilan to'ldirilgan. Chunki seks haddan tashqari ko'payganda u mohiyatini yo'qotadi. U oddiy fon shovqinidaqa ahamiyatsiz bo'lib qoladi. Oilada er-xotin bir-biri uchun yagona bo'lish tamoyili ustida quriladi. Tana hammaga namoyish qilina boshlagach, sadoqat va intimlik tushunchalariga dars ketadi. Tizim uchun siz qarama-qarshida jinsni shaxs emas, balki funksiyalar to'plami yoki ishlatib tashavoradigan buyum sifatida ko'rishingiz foydaliroq. Chunki bir-birini hurmat qilmaydigan odamlar birlasha olmaydi. Yolg'iz odamlarni boya aytganimdek boshqarish bir necha barobar oson. Demografik qish. Farzandsiz seks, ijaradagi hayot, otani masxara qilish va gender chalkashlik, bularni hammasi bitta tochkaga uradi. Bu aholi sonini kamaytirish, rivojlangan mamlakatlarda depopulatsiya va ularni o'rnini migrantlar bilan to'ldirish. Nimaga deysizmi? Birinchidan, migrant arzonroq, ikkinchidan, migrantning huquqlari yo'q. Uchinchidan, oilaviy xotiraga ega va yaxshi hayot talab qiladigan mahalliy aholiga xizmat qilish ancha qimmat. Sizni konslagerlarda o'ldirishmayapti. Shunchaki sizni avlodingiz qirilib ketishi sizga eng katta erkinlik deb ishontirishadi. Buni ular child free deb atashadi. Men buni ixtiyoriy evtanaziya deb atayman. Endi diqqatingizni raqamlarga qarating. Janubiy Koreyada tug'ilish koeffitsiyenti 0.7.
Yevropada 1,5, Rossiyada ham taxminan shuncha. Aholi soni o'zini qayta tiklashi uchun kamida 2,1 bo'lishi kerak. Biz yo'qolib borayotgan avlodmiz. Eng achinarlisi, bunga progress deb qarsak chalvonmiz. Rossiyada har bir keyingi avlod avvalgisidan taxminan 30% ga kam. Biz allaqachon 2 martalab demografik tupik bosqichiga kirganmiz. O'lim ko'rsatkichi tug'ilishidan doim yuqori bo'lib kelyapti. 90-yillarda kam tug'ilgan bolalar oqibatida bugun 2 baravar kuch bilan qaytyapti. Hozir o'zi kam bo'lgan yoshlarni mamlakatga kerak bo'ladigan darajada farzand ko'rishiga jismonan imkoniyati yetmaydi. Rossiya bugun tanlov oldida turibdi. Yoki ko'chmanchilik, yolg'izlik va sekin yo'qolib ketish yo'lida davom etadi. Yoki an'anaviy oila milliy xavfsizlik masalasi ekanini anglaydi. Agar uy, yer va 5 farzand modeliga qaytmasak, 100 yildan keyin bu hududda boshqa odamlar yashaydi, boshqa tillarda gaplashadi va boshqa xudolarga sig'inadi. Ularni bu ishlari to'g'ri, chunki yer uni ko'paytiradigan va asraydiganlarga tegishli. Shunchaki hujjatda egasi bo'lib yashayotganlar emas. Bu gaplarim sizga propagandaga o'xshab eshitilyaptimi? Sizga oila quringlar, urushga yuborish uchun farzandli bo'linglar deyotganda eshitilyaptimi? Nahotki farzandlar faqat urushda qurbon bo'lish uchun tug'iladi deb o'ylaydigan darajada sodda va samatsengiz past bo'lsa, agar shunday o'ylasangiz, unda uni tug'ilishini tizim kutib nima qiladi? Gerdaygan yolg'izligingizdan faxrlanadigan odamsiz-ku, uni o'rniga sizni yuborib qo'ya qoladi. Oila, ajdodlar va farzandlar haqida nimadir desangiz, tizim sizni safga tizib, qo'lingizga qurol berib, o'limga jo'natamiz deb ishontiradi. Bu eng katta manipulyatsiya. Keling, nega oila qurish propaganda gap emas, balki har qanaqa tizimga bo'ysunmaslikning eng yuqori ko'rinishi ekanini tushuntirib beraman. Haqiqiy oila urushga qarshi eng kuchli vositalardan biri. Uyida 5 ta farzandi va sevimli ayoli bor erkak dunyodagi eng ehtiyotkor, eng pragmatik va eng mas'uliyatli insonga aylanadi. U abstrakt, mavhum shiorlar uchun borib o'lishni xohlamaydi. U o'zini, uyini va oilasini himoya qiladi. Oila erkakni tashqi muhit tortadigan, jinnilardan ushlab turadigan langarga o'xshaydi. Agar bitta sharlatan shifokor sizga o'lmaslik uchun suv iching desa, maslahati to'g'ri bo'lishi mumkin, faqat niyati yolg'on bo'ladi. Siz suvni sharlatanni xursand qilish uchun emas, yashashingiz uchun ichasiz. Xuddi shunaqa oila ham davlat uchun emas, birinchi o'rinda o'zingiz uchun kerak. Keling, gaplarim adolatli bo'lishi uchun bunga biologik tomondan qaraymiz. Agar siz propaganda gaplarga qarshi chiqish uchun ataylab farzand ko'rmaslikka qaror qilsangiz, bundan kimga zarar? Davlatgami? Yo'q, davlat shunchaki tizim xolos. U migrantlarni olib keladi, ishlab chiqarishni avtomatlashtiradi yoki shunchaki chegaralarni qisqartiradi. Lekin siz eng katta zararni o'z naslingizga yetkazasiz. Ming yillar davomida ocharchilik, urush, epidemiyalardan omon qolib kelayotgan avlodlar zanjirini o'zingiz uzasiz. Genlaringiz, iste'dodingiz va xotirangiz shunchaki yo'qolib ketadi. Yeringiz va resurslaringiz farzanddan voz kechish haqidagi cho'pchaklarga ishonmagan aqlli odamlarga qoladi. Kelajak dunyoda nazorat totalniy bo'ladi. Raqamli valyuta, reytinglar va senzura haqiqatni bemalol aytadigan yagona joyingiz bu dasturxon atrofidagi oilangiz bo'lib qoladi. Rostdan ishonishingiz mumkin bo'lgan yagona insonlar bo'lsa, qon qarindoshlaringiz bo'ladi. Oila qurarkansiz o'zingizga mustaqil qal'a barpo qilasiz. Farzandlaringizni TikTok yoki televizor qadriyatlari bilan emas, o'z qadriyatlaringiz bilan tarbiyalaysiz.
dollar kursiga tupurib qo'ygan o'zaro iqtisodiy tayanch yaratasiz. Har qanaqa siyosatdan ustun turadigan hayot ma'nosiga ega bo'lasiz. Agar tizimga qarshi haqiqiy bunt qilishni xohlasangiz, mustahkam an'anaviy oila quring. 3 ta bolangiz bo'lsin, ijarada emas, o'z uyingizda yashang. O'g'illaringizni haqiqiy erkak, qizlaringizni haqiqiy ayol qilib tarbiyalang. 2026-yilda siz qilishingiz mumkin bo'lgan eng radikal harakat mana shular. Ularga o'limingizni hadya qilmang, o'zingizga hayot hadya qiling. Tizim uchun bugungi kunda farzand dunyoga keltirish eng jasoratli, eng derskiy va eng isyonkor qarorlardan biri. Bu dunyoga baralla ayting, ovozingizni boricha ayting. Meni o'chirib tashlamaysiz. Meni avlodim sizlarni krizis va urushlaringizga qaramay yashashda davom etadi deng. Oila davlat oldidagi burchingiz emas, bu vaqt va unutilish ustidan g'alaba qozonishingiz uchun yagona imkoniyatingiz. Ufqni o'zgartirish rejasi. Yolg'iz odam bir oy oldinga qaraydi. Oila boshlig'i bo'lsa 50 yil oldinga qaraydi. Bu sizni strategiyga aylantiradi. Asrlar davomida qoladigan narsalarni qurishingizga majbur qiladi. Yaratish energiyasi. O'g'lingiz yoki qizingiz ko'zlariga qaraganingizda ertaga nima deb uyg'onishim va hayot jangiga kirishim kerak deb o'ylamaysiz. Farzandlar tabiat yaratgan eng kuchli antidepressant va cheksiz motivatsiya manbai. Meros qoldirish. Siz bir kun kelib vafot etasiz, lekin g'oyalaringiz, qadriyatlaringiz, kulishingiz va familiyangiz yashashda davom etadi. Bu ilm-fan tan olgan yagona boqiylik shaklidir. Statistika. Turmush qurgan erkaklar yolg'iz erkaklarga qaraganda o'rtacha 30-40% ko'proq daromad topar ekan. Bu ularga omad kulib turgani uchun emas, ularni uyida oldinga undaydigan mas'uliyat borligi uchun. Resurslarni yig'ish. Yolg'iz odam pulini miyasiga kelgan narsa uchun sarflab yuboradi. Oila bo'lsa kapital, ko'chmas mulk va aloqalarni jamlaydi. Oila imkoniyatlarini bir necha martaga oshiradigan kuch. Biz biokimyoviy mavjudotlarmiz. Miyamiz eng katta zavqni ikkita narsadan olishi mumkin: o'z naslini himoya qilish va farzand tarbiyalash. Ijtimoiy tarmoqlardagi layklarim, qimmat xaridlarim, mansabam sizga uyga qaytganingizda sizni kutib olgan yaqinlaringizni ko'rish va o'zingizni ularni tayanchi, himoyachisi sifatida his qilishdek chuqur baxt hissini bera olmaydi. Sizlar bilan e'tibor markazingizda professor Moriarty bo'ldi. O'zingizni ehtiyot qiling.